Ovchi pichoqni qirrasi yuqoriga qaratib, qorga ko'mdi. Faqat uchi ko'rinar edi. Keyin qonni tig'ga surtdi. Sovuqda qon muzladi. Pichoq uchi qizil muzga aylandi. Bo'ri qon hidini sezib yaqinlashdi. Tili bilan yaradi. Sovuq, shirin. Bo'ri hayajonlanib tezroq va tezroq yalay boshladi. Lekin tilining iliqligi muzni erita boshladi va muz ostida o'tkir pichoq bor edi. Pichoq bo'rining tilini kesib boshladi. O'lim lahzasi kelgan edi, lekin bo'ri to'xtamadi. Sovuq allaqachon uning asablarini qaraqlashtirgan edi. Og'riqni sezmadi, faqat og'ziga to'layotgan iliq, sho'r suyuqlikni sezdi. Cheksiz qon manbasi deb o'yladi. Yanada tez, yanada ochko'zlik bilan yaladi va yiqildi. Yurak to'xtadi. Bo'ri qon yo'qotishdan o'ldi. Lekin tatib ko'rayotgan qon o'ziniki ekanligini anglamadi. Psixologiyada bu muz pichoq effekti deyiladi. Eng xavfli ovchilar qafas ishlatmaydi, lazzatni tuzoq qiladi. Endi hayotingga qara. Kechasi seni yig'latadigan olam, lekin sen undan ketolmaysan. Pulni yutkazadigan o'yin, lekin sen qayta to'ldiraverasan. To'la befoyda kontent ilovalar va barmoqlarin to'xtamaydi. Rohatlanyapman deb o'ylaysan. Aslida hayotingni asta sarflayapsan. Eng qo'rqinchli narsa og'riq emas. Eng qo'rqinchlisi og'riqqa ko'nikish, zararni odatiy deb qabul qilish, arzon stimulyatsiyani baxt deb adashtirish. Shuni esla, seni shunchalik mast qiladigan har narsa oxirida chidab bo'lmas og'riq keltiradi. Pichoqni hoziroq tashla.